tog'am bor ekan. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Sizga katta rahmat. Arzimaydi. Mana buni minnatdorchilik sifatida qabul qiling. Voy, Dilnoz, rahmat. Ol qo'lingni. Dilnoz. Iloyim, tog'ayni ruhlari shod bo'lsin. Lekin men bu pullarni ololmayman. Nega kenaya? Ololmayman. Chunki senga juda ko'p azob berdim. Kenaya, men sizdan xafa emasman. Hammasini unuting. Baribir ololmayman. Kenaya, olmasangiz xafa bo'laman. Tog'amning ruhi hurmati oling. Meni kechir, jon qizim. Maylimi? Aziza qayerdasan? Tez yetib kel. Nimaga bo'lardi? Ana u yetimcha kimnidir yetaklab kelibdi. Ha, tez kel. Ey, sen shu paytgacha qayerda yuribsan? Sendan so'rayapman, qayerda eding? Opa, o'zingiz bosib oling. Ey, siz aralashmang. Siz kimsiz o'zi? Men Dilnozani turmush o'rtog'i hamda advokati bo'laman. Nima? Xullas, bu yerga kelishimizdan maqsad uyni sotmoqchiman. Uyni bo'shatib qo'ying yoki sotib oling. Ey, sen nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Sal pastroq gapiring. Bu uy Dilnozaning nomida, to'g'rimi? Ey, siz aralashmasdan o'tiring. Sizlarni umuman haqqinglar yo'q. Bu uyni-chi, между прочим, men ta'mirlaganman. Ha, yangi eshiklar qo'ydirganman. Mana shu eshiklarni hammasini men qo'ydirganman. Bu uyda meni ham haqqim bor. Xo'p, yaxshi. Bu uyda sizning ham haqqingiz bo'lsa, uyni yarmi menga tegishli, to'g'rimi? Shunday ekan, uyni yarim pulini to'lab qo'ying. Qonun bo'yicha Dilnoza haq. Dilnozaxon, uzr-a, sal qizishib ketdim. Shuncha pulni qayerdan olaman? Ha, endi o'zing bilasan, hech qayerda ishlamasam. Iltimos qizim,